Toshkent viloyati Bekobod tumanida Toshkent viloyatining 2025-yil hosili uchun paxta chigiti qadash seminari bo'lib o'tmoqda. Toshkent viloyatida 2025-yil 45.538 gektar yer maydoniga paxta ekilishi rejalashtirilgan hamda hozir 12.770 gektarni yuqori samarador intensiv agrotexnologiyalar asosida, ya'ni plyonka ostiga tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilib, qo'shqator 1 gektariga 220.000-240 ming ko'chat olish nazarda tutilgan agrotexnologiya asosida ekish rejalashtirilgan hamda 9.008 gektar yeriga mahalliy navda xuddi shunday yuqori samarador intensiv agrotexnologiyalar asosida yetishtirish rejalashtirilgan. Bugungi seminarda paxtachilik sohasidagi yetuk olimlarimiz fermerlarimizga to'liq ma'lumotlar yetkazdirdi. Bizda hozir bu agrotexnologiyalarni qo'llash bo'yicha uslubiy qo'llanma ham ishlab chiqilgan hamda har bir fermerga tarqatildi. Bu jarayon Toshkent viloyatining boshqa tumanlarida ham joriy qilinadi, navbatma-navbat. Hozirgi paytda mana Bekobod tumanida to'liq qamrab olindi. Yana hududlar bo'yicha ham seminarlar tashkil qilinadi.